Mana arzimas bo'lsa ham. Rahmat. Yetolmaysan qalblarga, qalbim to'la dardlarga, onlarga sig'mas qalbim, ichim to'ldi dardlarga. Keldi qanday zamonlar, Rahmat. O'zingizlar. Mencha bugun ham hayit bayram kunlarida ham chiqyapsiz. Bizga handa har kuni hayit, ishlasak hayitda. Shu hayit bayram bo'lsa. Hayit bayramda. Endi hayit bayramda bizga ham. Endi ishlamasak bo'lmaydi. Hali ish chiqqan yo'q. Ish kelgan yo'q. 3-4 ta ish keldi, ketishdi ishga yo'q. Bizni qarada bo'lishmadi. Qarada olishmadimi? Men bag'aga ish chiqadim kechpa-kecha. Kelishadi, xudo xolasa. Ish bo'lib qolsa, xudo xolasa ishlab ketamiz. Necha pul ishlaysiz endi? 80, 70, Keyingacha necha pul ishlaysiz? 70-80 bo'laveradi, ish yaxshi bo'ladi. Ochiq qo'lliklar bo'lsa 90 ham berishaveradi. Ish bo'lmagan kunlari nima qilasiz? Ish bo'lmagan kuni kutib ketaveramiz. Ana plastmassa sexiga ishga kirib olgan edim. Endi ular 85 dan 90 dan berishyapti. Istanovga buzilib qoluvdi, endi batga chiqayotganim. O kunlari 120 dan xomtay qildim. 110 dan pomidor chopdim. Pomidor chopdim 110 dan 120 dan. Ashuna qilib yuribmiz, tirikchilikka chiqdikda. Tirikchilikka chiqmasak bo'lmaydi, iloji yo'q. O'shandan chiqyapmiz. Bugun shu hayit kunlari ham o'zi odatda shunaqami? Hayit kuni ham chiqasiz. Hayit kuni ham endi iloji yo'q chiqdikda. Bugun dam olsangiz ham bo'lardi. O'zi asli bugun dam olib, uyda nevaralarni duo qilib o'tiradigan Iloji yo'q chiqdikda, nima qilib. Chanqaysizmi? Ha, jicha chanqab ketdim. Ha, yo'q, mayli. og'ir ishlarga ish qilib nima qilishmaydimi? Shag'al toshiymiz, to'rpoq toshiymiz. Biz tushiramiz mashinadan. Aravachaga solib toshiymiz. Mashinadan tushirib. 2000 ta, 4000 ta g'ishti. Ishga boraverasizmi bugun? Ha, boraveramiz. Ish chiqsa boraveramiz, bo'lmasam ketaveramizda. Turib. Abed bo'ldi mana. Kechpa-kecha necha pulga borasiz? Boraveramiz 80 ga, 70 ga. Necha pul desa ketaveramizda. Ertalabdan kechpa-kecha 80 ming ishlayotgansiz. Endi mana abeddan buyog'igachi mana misol 120 ham ishladik, 150 ham ishladik. 12 bir Kartoshka chopiqlarga 150 dan bordik, 120 dan. Qo'li ochiqlar ko'p. Dogovor qilgan pulga 20 ming, 10 ming qo'shib berishaveradi, 20 ming, 30 ming. Qo'li ochiq yigitlar ko'p. Sizga endi ishga olib ketamiz uni. Mayli. Bugun endi abeddan keyin ish chiqmasa kerak endi. Bugun endi hayat sizga menimcha ish chiqmaydi. Nimaga aytsangiz, hamma nima bilan oboradi. Endi hozir bayram, xursandchilik shunaqa ishlar bo'ladi. Sizga endi bugun menimcha ish yo'q bo'lsa kerak. Idish yurgani olib ketishadi. Ha, idish yurgani endi olishi mumkin, lekin bugun biz sizni dam olib shu uyda nevaralar duo qilib, bayram kayfiyatda xursandchilik qilib o'tirishingizni xohlaymiz, to'g'risi. Nimaga aytsangiz, siz o'shanga loyiqsizda o'zi.
hozir metdan o'tib ketyapti. Biz o'zi bolajonlarni xursand qilib, shunaqa hayitga sovg'alarimiz bor edi. Shu sovg'a tarqatish tadbirlarida mana sizni yo'lda ko'rib qolib to'xtadik hozir. Rahmat, anjonlaringiz sog' bo'lsin, ishlaring oldidan Xizmatga yursin. tortaylikchi, nima majbur qilgan, sabab nima? Shu bayramda ham shu yerda o'tirganingiz bizga to'g'risi erish tuyuldi. O'zimizni yomon his qildik to'g'risi, yaxshi his qilmadik. Daraxt tagida o'tiribsiz. Shu qadar kelardi bu yerda. Ha? Nevarangiz xursand qilib qo'yasiz. Anjonlaringiz sog' bo'lsin, ilohim ishlaring oldidan yursin, anjonlaringiz ilohim qo'zlariga boringlar. Mana shu arzimas bo'lsa ham Rahmat, Ramazonga rahmat. endi Bugun dam olsalar. Bir kunda topadigan pullarni bersak, xo'sh, bugun dam olsangiz, nima deysiz? biz shunga qaror qildik. Hozir hammamiz shu jamoamiz kelishib, shu onaxonni jo'natib yuborsak, batta turmasinlar, hayit bo'lsa. Hayitda batta endi pul topishga chiqishlik ham o'zi qandaydir tirikchilikda aybi yo'q, lekin bizga erish tuyuldi shu narsa. Rahmat, Shuni biz sizga bersak-ku, bugunchalik borib shu bayram kayfiyatida shuni nishonlasamiz. Shunga nima deysiz? Xo'p, siz aka. Mana shu arzimas bo'lsa ham rahmat. Ilohim ishlaring oldidan yursin, tanajonlaringiz sog' bo'lsin, o'zlariga boring. Bayramlar. Qoray bo'lsin, hayit yaxshi o'tib olinglar. Bayramlar. Keling. Qo'llaringiz. Bo'ldi. Bo'ldi, kelyapti. Kelyapti. Şöyle Mana bola mana bitta olasan, bitta ol, che baqa. Mana mo'llarga bering. kameralar bor. Mana. Mo'llarga bitta beringlar. Bitta bering. Az olib kelishadi, ketishdi. Bunga bergan. Ustoz, bolalar xursand bo'ldimi?